Assalomu alaykum, Og'daryo hokimi. Og'daryo hokimimizga murojaatimiz bu mana bizning qishloqcha kamchatkagina joy. Mana bizaki uyimiz. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana shu joylarimizni, mana shu ko'chalarimiz, asfalt ko'chalarimizni iltimos qilib so'raymizki, shtobi nima bo'lsin, asfalt bo'lsin hech bo'lmaganda. Biz ham hozir ukolga ketyapman. Ko'chalarimiz agar yomg'ir yog'sa, suvdan yurib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketgan. Shunchalik loy. Mana bugun 8-mart. Havo yaxshi, sal bo'lsa ham bulutga, yomg'ir yo'q. Kecha yomg'irda shunchalik yura olmaydigan darajada suv bo'lib ketdi bu yoqlar. Gazimiz yo'q mana. Og'daryo hokimi. Gazda hattoki turbasi yo'q bizda. Gaz vaqtida berilmaydi. Gaz balon tarqatadi. 1,5 oy, 2 oy deganda keladi. O'zi bitta gaz balonimiz bor, to u kelaman deguncha yetmaydi bitta gaz balon. Mahallaga murojaat qilsak aytadiki, yoz, kattalar ustida yozsang, olib kelib beradi deydi. Kimga yozak? Men 3 marta bordim, shaxsan o'zim. 3 marta bordim, lekin hech kim yo'q, Muhammadga kelma. Xalq bu majlisda. Hokim majlisdan bo'shamaydi hech qachon. Faqat majlisda, bexuda majlisda. Hech qachon bo'shamaydi. Mana biz Chorbog'ga ketamiz. Bir paytlar suvdan zaharlanib bir odam o'lganda, mashitlar asfalt bo'lib qolgan bir paytlar. 2017-yillarmidi, 2017-yillar shunday bo'lib qoldi. Mana asfaltda ham ahvolni qarang. Na gazimiz bor, na turbamiz bor. Oddiy shunchalik nochor ahvollarda yashaymiz. Hozir ko'rsataman. To ko'chaning boshiga chiqquncha 15 minutlik yo'l yuraman. O'sha 15 minut ichida agar yo'limiz tekis bo'lsa, ravon bo'lsa, shunchalik yo'l bosib yurmaysiz, to'g'rimi? Suvda ahvolni ko'ryapsizmi? Mana chetga chiqqanlar, men o'zim ham shaxsan Rossiyaga borib keldim. Chetga chiqqanlar uy qura oladi. Chetga chiqmasa uy qurib bo'lmaydi. Men boquvchim yo'q. 3 marta bordim. Arza yozib boraman, отказ qiladi. Rossiyaga chiqqansiz. Rossiyaga chiqqan bilan hozir sheydaman-ku. Yordam puli yo'q. Mahalla hozir ertalab eshitdim, shtobi 8-martga xalqaro xotin-qizlarga yordam qilinadi. Boquvchisi yo'q ayollarga deyilgan. Boquvchisi yo'q ayol mana menman. Hech narsa yordam qilinmagan, qilinmaydi ham mahalla tomonidan. Mana asfalt bo'lgan 2017-yil bu ko'chalar, asfalt bo'lgan ko'chalari yo'li shunchalik xarob bo'lib ketgan. Men bu bilan endi noshukurchilik qilmoqchi emasman. Noshukurchilik qilsa baribir men prosta yordam so'ramoqchiman shu ko'chalarni sal to'g'rilab berishiga. Dalshi hech bo'lmaganda yordam puli chiqarib berishiga. Menga bitta o'g'ilcham bor. Yangi uchastka qurganman, hali kadastrdan darak yo'q. Kadastrga 2-3 marta bordim. Kadastrchilar kimdan olgansiz deydi. Bir paytlar fermerdan olganman u yerda. Fermer o'lib ketgan. Na qog'oz bergan, na boshqa. Shunday nomiga sotib olganmiz, yo'q. O'lgan odam qaytadan tiriltirib, "Davay, o'sha menga qog'oz berasan" demayman-ku o'sha odamga. Qog'oz topib keling deydi kadastrga borsam. Davlat ishiga ishim tushdi necha martalab. Shu hech bo'lmasa bolalar puli chiqarishga hattoki qancha yugurdim. Bo'lmadi. Bo'lmaykan ham. Rossiya borib kelgan bo'lsa, men bichara bitta uchastka qildim xolos. Boshqa absolyutni hech narsa qilganim yo'q. Bu ahvol nima ahvol? Mana. Hozir ko'rasiz, transformator qanday. Uchastkani ichida bo'lib turib,
konara svit uchadi. Haftasiga 100 ming uchirchiga pul tashlayman. Bu nima ahvol? Bitta plitka ishlataman bor yo'g'i. Mana ko'chamiz loy. Turishini qarang, bu ko'cha emas-da bu. To chiqaman 20 minut yo'lim ketadi o'sha katta ko'chaga chiqquncha. Turishini qarang, transformator. Bu nima ahvol endi?